Bizning bugun o'qiydigan oyatimizda Allah subhanahu va taolo Madina jamiyatidagi bir ishdan xabar berish orqali bizning bugungi kundagi bizning jamiyatimizdagi bir ishdan ogohlantiryapti. Nurg'un aqlli kishilar borki, olim kishilar borki, ular haqiqatni ko'rgan, anglagan, aqlan tushungan, lekin qalbi kelgan vaqtida bo'ysunmagan. Nima uchun? Dal mushuning o'xshasa. Andikin Allah subhanahu wa taolo Yahudilar yüz bergan, Bani İsraillar yüz bergan. Allohning la'natiga qilish sabab bo'lgan yana bir illatdan xabar beryapti. U bo'lsa qaysi? Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz bugun Allohning rahmati va fazli bilan Baqara surasidan kelgan yerimizni davom qilamiz. Biz ilgirki darsimizda 75-oyatimizga kelib to'xtagan. Biz bugungi darsimizda bo'lsa 75-oyatidan 82-oyatigacha bo'lgan mazmunlarni o'qiymiz sura Baqaraning. Balkim sizlarni esg'am bo'lishinglar mumkin. Alloh subhanahu va taolo shu Baqara surasida Bani İsraillar haqida ko'p to'xtaladi. Ularning xatoligi, ulardagi illat, ularda yetilib qolgan bir xil xarakter haqida xabar berish orqali butun musulmonlar, jumladan musulmonlar ichidagi Uyg'ur musulmonlarida qachoniki shu Bani İsraillarda yuz bergan xatoliklar yuz berib qolsa, ularda yetilgan xarakter yetilib qolsa, ularmi Bani İsraillar o'xshash kun qoladi. Ya'ni Allohning la'natiga uchraydi, rahmatidan mahrum qoladi, ma dunyoda xorliqqa mahkum bo'ladi, oxiratda bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning azobiga duchor bo'ladi. Mana bu sababdan Alloh subhanahu va taolo butun musulmonlar va bizlarningki Yahudiylaşmasligimiz uchun, Bani İsraillaşmasligimiz uchun ular haqida nihoyat ko'p to'xtaladi. Shuning uchun biz bu darslarni o'qigan vaqtida buni bir tarixdek emas, buni biz ibrat elishga tegishli bir xil savoqdek o'qishimiz kerak. Chunki Bani İsraillar ketdi. Bugungi kunimizda Yahudilar bor, ammo u Bani İsraillar yo'q. Maqsad dal biz. Bizning shu illatga tushib qolmasligimiz, bizda o xil xarakter yetilib qolmasligi. Agar shunday bo'ladi ekan, oqibatimiz dal shularga o'xshash bo'lib qoladi. Afsuski, biz Bani İsraillardagi illatga qaraydigan bo'lsak, ondan keyin jamiyatimizga qaraydigan bo'lsak, o'zing musulmon deyotgan islom ummatiga qaraydigan bo'lsak, hammasida ularning ichidagi biz Uyg'ur musulmonlarida bir xil yahudiylashish, Bani İsraillashninki qadamlarining bisilganligini ko'raymiz. Ularda bor illatning bizlardami paydo bo'layotganligini ko'raymiz. Bu xatarlik bir signaldan ogohlantirish beradi. U bo'lsa-mu, ma dunyoda xorliqqa mahkum bo'lish. Shuning uchun bu darslarni o'qigan vaqtimizda ma Bani İsraillarda bo'lgan illat menda bormi? Oilamda bormi? Men yashagan jamiyatda bormi? deb mushunga diqqat qilib, agar shuni o'xshaydigan va agar shunday illat bo'lib qolsa, darhol tuzatishimiz kerak. Bo'lmasa, men yakka shaxs sifatida bo'layli, oila sifatida bo'layli, jamiyat sifatida bo'layli, bu illat biz tepilib qoladi ekan, oqibat o'xshash bo'ladi. Masalan, bizning bugun o'qiydigan oyatimizda Allah subhanahu va taolo Madina jamiyatidagi bir ishdan xabar berish orqali bizning bugungi kundagi bizning jamiyatimizdagi bir ishdan ogohlantiryapti. Biz oyatni tushunishni ilgari oyat tushgan Madina jamiyatini biroz tushunishimiz kerak. Shunda bo'lganda oyatni texnik yaxshi tushunamiz. Masalan, qanday desanglar, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 13 yil Makkada iymon davosini ilib borgandan keyin u yerda yashash imkoniyati qolmagan vaqtida nega hijrat qildi? Madinaga hijrat qildi. Madina boshqa bir yurt. U yerda ikki xil tabiqi bor. Cho'ng jihatdan. Birisi Arab, yana birisi Yahudilar. Arablar bo'lsa shu yerning yerlik xalqi va shundaqla u yerdagi iqtisodiy jihatda, ilmiy jihatda, ijtimoiy jihatda biroz tuvan turadigan xalq. Nima uchun? Chunki iqtisodiy jihatda Yahudilar kuchli edi. Oltin bazari shularning qo'lida edi. Ziroatlar shularning qo'lida edi. Urush saymonlarini yasash ularning qo'lida edi. Bu sababdan ularning qo'lida pul ko'p edi. Ular mush ko'p pullarni arablarga jazoniga qarz berish orqali ularni qarzga batırib o'tgan, o'ziga beqindi qilib olgan. Va shundaqla Yahudilar kitob berilgan kishilar edi. Ya'ni o'zining payg'ambarlari bo'lgan, o'zlarini biz payg'ambarlarningki otasi bo'lgan Ibrohim alayhisolamning avlodlari deb qaraydigan, o'zini cho'ng tutadigan, yuqori tabiiy tutadigan, hatto o'zini Allohning tanlangan bandalari deb qaraydigan bu shundaq kishilar edi. Ammo arablar bo'lsa, undaq emas. Savossiz o'qish yozishni bilmaydigan kishilar edi. Bu sababdan arablar tarixiy masalalarni sormoqchi bo'lsa, dal Yahudilarning qashig'iga birib, ulardan so'raydi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Madinaga kelgan Yahudi jamiyatiga yiroqdan qaraydigan bo'lsak, u jamiyatda Yahudilar iqtisodiy jihat yuqori, tabiqasi ustun, bilimli kishilar edi. Arablar bo'lsa biroz tuvan tabiqadagi kishilar edi. Mana mushu jamiyatga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom islomdan iborat bir haqiqatni elib keldi. Endi islomdan iborat bu haqiqatga, bu jamiyatga kimlar ishandi? Huquqmishliq, bilimlik, ahli kitob bo'lgan, jamiyatga yuqori tabiqi bo'lgan, payg'ambarlarning avlodlari bo'lgan Yahudilar ishlandimi? Dal aksicha bo'ldi. Savossiz, o'qish yozishni bilmaydigan, ahli kitob bo'lmagan, butqa chuqundigan mush arablar ishandi. Va shundaqla mush savossiz arablar bu haqiqatni Madinaga olib keldi. Hamda buning qarta bu jamiyatga o'qimishliq bo'lgan, bilimlik bo'lgan, ahli kitob bo'lgan Yahudilar qanday pozitsiya tutdi? Ishonmadi. Nima uchun ishonmadi? Cho'ng ikki sababdan ishonmadi. Birisi o'zlarini ular payg'ambarlarning avlodlari deb o'zini yuqori tabiiy ko'rib olganligi uchun, u jamiyatga tuvan tabiiydagi kishilar haqiqat deb islomdan iborat bir dinni elib kelganligi uchun, u haqiqatning haqiqat bo'lmaganligi uchun emas, o'zining o'rnining yuqori bo'lganligi uchun u haqiqatga ishonsa, tabiiy jihatda, ijtimoiy o'rin jihatda o'zining tuvan kishilarga ergashishga to'g'ri kelganligi uchun u haqiqatga ishonmadi. Ya'ni qalbidagi
kibir sabablik ishonmadi. Va shundaqla g'ururlik sabablik, islomning talab qiladigan badri sabablik ular ishonmadi. Chunki ular dunyoga shu darajada petib ketganki, ziyondan nihoyat qo'rqadi. Paydaga baydi, ziyonga yo'q edi. Bu sababni ular islomni qabul qilmadi. Lekin u jamiyatdagi musulmonlar, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bo'lsin, bu jamiyatdagi ahli kitob bo'lgan, payg'ambarlarning avlodlari bo'lgan, o'qimish bo'lgan bu kishilarning iymon etishini umid qildi, arzu qildi. Bu nihoyat tabiiy bir ahvol. Chunki biz o'ylaymiz, jamiyatdagi tabiiy ustun va iqtisodiy kuchlik va shundaqla ilmli, ziyoli, o'qimish kishilar islomga kirsa, islom bu orqali kuchlanadi deb o'ylaymiz. Bu nihoyat tabiiy bo'lgan bir arzu. Lekin ba'zida bizning bu arzuyimiz bilan reallik zid kelib qoldi ekan. Biz mush odam bir iymon etsa, bak yaxshi bo'ladi degan kishilar iymon etmaydi ekan. Ma odam olim kishi, faniy jihat nihoyat yetishgan, iymon etgan bo'lsa, islomga kirgan bo'lsa, islom kuchlib ketadi deb o'ylaydi ekanmiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zining dinini xohlagan kishi bilan ustun qildi ekan. Allohning boyga, o'qimishli kishilarga hech bir insonga ehtiyoji yo'q ekan. Shuning uchun hech bir odam o'zining iymon etganligini, musulmon bo'lganligini islom qo'shgan bir tuhfasi deb qarash haqqi yo'q. Islom uningga tuhfa qo'shdi. Bir odam iymonga kirish orqali bu sharaf qozondi. Islomga hech bir odam sharaf bermaydi. Aksicha, dal islom hamma odamga sharaf beradi. Haqiqatga o'qimishliq, olim, jamiyatga kuchi bo'lgan, nufuzi bo'lgan kishilarning kirmaganligi, ishonmaganligi u haqiqat emasligi emas. U kishilarning qalbidagi kibr sababli bo'lgan bir masala. Shunga asla va asla islomga, haqiqatga o'qimishliq kishilarningki va yoki biz cho'ng bildigan kishilarning kirmaganligiga qarab o'zimizning iymonini shakllanib qilishga, haqiqatni shakllanib qilishga bo'lmaydi. Chunki ilgari shundaq bo'libdi ekan, ya'ni jamiyatga o'qimishliq kishilar, ahli kitob bo'lgan, payg'ambarning avlodlari bo'lgan kishilar bu dinga ishonmabdi ekan, ammo savosiz bo'lgan arablar, butqa cho'qingan arablar bu dinga ishonibdi ekan. Ana shundaq podichi, qo'y baqadigan eng shu safa jihati tuan kishilarni bu dinga kirgandan keyin bu din qanday qildi? Dunyoda hamma odam ulgu oladigan nurg'un madinalarni yaratgan kishilarga aylantirdi. Demak, islomga hech kim qanday qilmaydi? Sharaf bermaydi. Cho'ng kishilarningki, o'qimish kishilarning islom kirmaganligi islomga hech bir ziyon solmaydi. Islomning haqiqat emasligiga hech qanday shak shubha keltirmaydi. Bu sababni Alloh subhanahu va taolo 75-oyatida bizga mushu nuqtada tasalli beradi. Aldılan biz ayetini bir o'qib o'tib, ondan keyin oyatma-oyat tushunib bo'lamiz. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Allah Taala Sure Baqara'nın 75. ayetida afatatma'una ay yu'minu lakum sizlar ularning sizlarga iymon etishini umid qilamsizlar deydi. Ya'ni ey musulmonlar, jamiyatinglardagi ahli ilm, ahli kitob o'qigan, o'qimishliq kuchli kishilarning iymon etishini sizlar umid qilamsizlar? Albatta umid qilamiz. Bu bizning orzu. Lekin bu orzuyimiz ba'zida reallik bilan zidlashadi. Sahobalar ana shu yahudilarningki ahli kitob bo'lgan payg'ambarlarning avlodlariningki iymon etishini qanday qilgan? Umid qilgan. Alloh subhanahu va taolo uningdan keyin vaqad kana fariqun minhum yasma'una kalamalloh. Ulardan bir bo'lik kishilar Allohning so'zini anglagan ular haqiqatan bexabar emas. Haqiqatni ko'rgan, bilgan, anglagan. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ondan keyin ular u haqiqatni to'liq tushunib bo'lgandan keyin bilib turib o'zgartgan. Bormalagan deydi. Demek bu yerdeki mesele ularning haqiqatni bilmay qolganlik meselesi emas. Ulardan bir qismi haqiqatni bildi, angladi, ko'rdi, aqaluhu, aql bilan uni to'liq tushundi. Ondan qanday qildi? O'zgartdi. Demek haqiqatni ko'rish bir ne'mat, anglash bir ne'mat, aql bilan uni tushunish bir ne'mat, uningga bo'ysunish bir ne'mat. Bir odam haqiqatni ko'rishi mumkin, anglashi mumkin, va shundaqla aql bilan tushunishi mumkin, ammo qalb bilan bo'ysunmaslik mumkin. Bir hidoyatning ro'yobga chiqishi uchun mana shu 3 qadam ketadi. Uni ko'rish, bilish, aql bilan tushunish, qalb bilan bo'ysunush. Nurg'un aqlli kishilar borki, olim kishilar borki, ular haqiqatni ko'rgan, anglagan, aql bilan tushungan, lekin qalbi kelgan vaqtida bo'ysunolmagan. Nima uchun? Dal mushuning o'xshash sababdan. Yahudilarmo haqiqatni ko'rgan, tushungan, ammo bo'ysunmagan. Chunki ular o'zlarini payg'ambarlarning avlodlari, Allohning tanlangan bandalari deb o'zini yuqori tabiiy ko'rib olgan. Haqiqat bo'lsa, botqa chuqundigan, savossiz kishilarning orasida chaqnagan. Mana mush sababdan, qalbidagi kibr sababdan ular haqiqatga ergashmagan. Demak, haqiqatga ergashish uchun uni bilish lozim, aqlimizdan tushunish lozim, qalbimiz bilan unga bo'ysunish lozim. Bizning ko'zimiz sog'lom, quloqimiz sog'lom, haqiqatni anglaymiz, ko'ramiz, aqlimiz sog'lom, haqiqatni tushunamiz, ammo qalbimiz sog'lom bo'lmasa, qalbimiz ana shunday kibr bo'lib qolsa, men degan o'qimishli odam, men degan bilimli odam, men degan palonning bolasi, men degan jamiyatga munda o'rnuva odam deb qarab qolsak, haqiqatga ergashamaymiz. Yahudilar, Bani Isroillar dal mursabdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga ishonmagan. Vaholanki ular payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam kelgan dinning haqiqat ekanligini bilatdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning sifatlarini o'zining kitoblarida aniq ko'rgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni o'zining bolasini tunugandek tunaydi. Dal tabiiy sabablik, cho'ngchilik sabablik, musulmonlarni sapasiz ko'rganligi sabablik ular iymon etmagan. Va shundaqla insonni haqiqatga ergashishni to'sib qo'ydigan yana bir narsa g'ururlik, irodasizlik. U haqiqat to'lashni talab qilgan badaldan o'zini ilib qochish. Masalan, biz haqiqatni ko'rishimiz mumkin, anglashimiz mumkin, aqlimizdan uni tushunishimiz mumkin. Qalbimiz qarab baqsa, o haqiqat bizni nurg'un narsalarni talab qildi ekan. Namoz o'qing deydi ekan, zakat bering deydi ekan, yurtingizga birisi besib kelsa, uning qarshi urush qiling deydi ekan, jihad qiling deydi ekan, haj qiling deydi ekan, ro'za tuting deydi ekan. To'g'ri haqiqat ekan. Lekin men mana shuni qilib bo'lmaydi ekanman. Dedikmi? Hururlik qildikmi? Yani haqiqatga ergashamaymiz. Demak, bizning qalbimiz kibr va hururlikdan xoli bo'lgan vaqtida, ondan keyin biz haqiqatga ergashalaymiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali bizga shunday deydi-ki, jamiyatdagi o'qimishliq, siz cho'ng biladigan, havas qiladigan, kuchli, nufuzli kishilarning iymon etmasligi hargizmi haqiqatning haqiqat emasligi emas, ularning qalbidagi cho'ngchilik sababli, o'zini ustun ko'rib olganligi sababli, va shundaqla haqiqatning talab qilgan bedelni to'lashdan qo'rqqanligi, g'ururlik qilganligi sababli bo'ladi. Shuning uchun kuchli kishilarningki, nufuzli kishilarningki iymon etmaganligi hargizmi sizni shaklantirmasin deganga Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali ishorat qiladi. Va shundaqla bu o'qimishliq va nufuzli kishilarning bir qismi bo'lsa, va idza laqul-ladzina amanu qalu amanna. Bunda uyon o'ynaydiganlar bor. Haqiqat tang dasab 200'lümeçilik qilib, ustulik qildiganlari bor. Qanda mu'minlar bilan uchrashgan vaqtda amanna, biz mu'minmiz, biz ishonamiz biz deydi. Va idza khala ba'duhum ila ba'din, ular o'z ara bir-bilan xoli qolgan vaqtida qalu atuhaddithunahum bima fatahallohu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Sizlar ularga nima uchun Alloh sizlarga bildirgan narsani so'zlaysizlar? Ya'ni Alloh sizlarga bildirgan, Tavratda xabar bergan payg'ambarning sifatlarini, uning qildiganligidan bisharat bergan o haqiqatlarni nima uchun ularga, ya'ni o musulmonlarga deb qo'yusizlar? Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Biz bu haqiqatlarniki bizning kitoblarimizda bor ekanligini ularga deb qo'ysak, ular qiyomat kuni Allohning oldida, ey Alloh, ularning kitoblarida mana shunday hujjatlar, paketlar bor edi. Ular bizga degan deb Allohning qashda hujjat qilmamdi. Afala taqilun. Sizlar aqlni ishlatmamsizlar deydi.
Yahudilarninki, Bani İsraillarninki yana bir çoğun illet nima desanglar, bular aqlni shu darajada ishiltudiki, qalbidagi kibir ularning aqlini shu darajada to'sib qo'yganki, Allohning har ishni bildiganligini ular unutib qolgan. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo har ishni biladi. Ularning payg'ambarning haqiqat payg'ambar ekanligini bildiganligini biladi. Ularning kitoblarida payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning sifatlarini so'zlamay desak bo'lmaydi deb yushurganligini biladi. Lekin ular o'zlarini shunday aqlli sanadiki, biz bu sifatlarni demasak, ular biz qarshi qiyomat kuni Allohning qarshida hujjat qilamasa, biz Allohning sural suluqidan qutulmaymiz deb o'ylagan. Bu Yahudilardagi, Bani İsraillardagi mana shunda aqlni ishlatish orqali Allohning la'natiga qoladigan xususiyatlardan birisi. Ya'ni qarab qoladigan bo'lsak, ilgari qilsalardimi, Yahudilarga shanba kuni biliq tutmanglar desa qanday qiladi? To'ni juma kuni silib qo'ydi, yakshanba kuni oladi. Vaholanki Alloh uni bilmamda. Demak, Allohning hukmlariga qarata o'yin o'ynagan har qanday bir odam yahudiylaşgan bo'ladi. Bani İsraillashgan bo'ladi. Shuning uchun Allohni aldashdan qattiq saqlanaylik. Masalan, bizning jamiyatimizda ba'zi kishilar bor. Pul topgan vaqtida halol harom ayirmaydi. Bu ko'nglida o'ylaydi-ki, men ko'p pul topsam, masdan birini silib va yaxshi qilib uni yuvolaman deb o'ylaydi. Vaholanki Allohni mushunda oldig'ili bo'lama, Alloh taolo mushunda kichik bo'lama, aldasak ma'qul deydigan Allohga bunda hurmatsizlik qilmaylik. Bu bir yahudiylashish. Bu bir xil Bani İsraillashish. Mayli sadiq olsun, her bir işte olsun, Allohni aldashga uringan ishdan qattiq saqlanaylik. Masalan, yana ba'zi kishilar bor, bir ishning xato ekanligini biladi. Uni qilg'usi bor. Qilay desa, haromligini bilib ko'ngli unamaydi. Ammo uning haromligini ko'ngli biladi. Qanday qiladi? Allohni aldash uchun shu ishni to'g'ri deb bildigan birisining qashig'iga boradi. U fatvoni so'raydi. Uningdan to'g'ri degan fatvoni oladi, undan keyin qiladi. Ko'ngli o'ylaydi-ki, qiyomat kuni so'rasa men ashuni otib qo'yma deb o'ylaydi. Vaholanki qalbida o'zimi uni xatoligini biladi. Şunu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadisinde "İstefti kalbek." Kalbingdan betva so'digan. O'zimiz haromlikni aniq bildigan ishlarni yo'l tepish uchun, boshqalardan so'rash, uni halollash uchun boshqalardan yo'l izlash, bu Allohni aldashga urinishning bir xil shakli. Mayli hukmlarda olsun, mayli kishilik munosabatda olsun, muomilada olsun, Allohni aldashdan qattiq saqlanishimiz kerak. Bu bir xil yahudiylikningki tunji qadamdir. Aqlimizni Allohning hukmlarining chegarasi, siziq ichida ishlataylik. Bani İsraillar nima dedi? Afala taqil. Aqlni ishlatmaysizlar dedi. Ya'ni o'zini qanday qildi? Aqlli sanadi. Ma aqlimizni ishlatib Allohning chegarasini siziqni o'tib ketdikmi? Biz yahudiylaşdik. Amaliyotda ulardagi bu xil aql o'yin tush, qalbidagi kibr o'zining aqlini to'sib qo'ygan. Allohning har bir ishni bildiganligini unutildirib qo'ygan edi. Alloh taolo keyingi oyatda "Avala ya'lamuna annalloha ya'lamu ma yusirruna va ma yu'linun." Ular bilmaydi. Alloh subhanahu va taolo shubhisizki, ular maxfiy qilgan ishni, Alloh bilmaydi deb qilgan ishni va ma yu'linun oshkor qilgan ishni hammani biladi Alloh subhanahu va taolo. Ular buni bilmaydi deydi. Amaliyot qanday qiladi? Biladi. Lekin qalbidagi kibr va o'zini aqlliq sanab Allohni aldashga uringanligi sababli mana shunday hiyla mikr va kibr ularning aqlini yepib olgan. Allohning bildiganligini unutildirib qo'ygan. Unda bo'lsa Bani İsraillarda din odamlari, ahli ilmlari ana shunday ezib ketdi ekan. Xalqicho desa Alloh subhanahu va taolo keyingi oyatda "Va minhum ummiyun" deydi. O Bani İsraillardan savodsizlar bor. La ya'lamunal kitob. Ular Tavratni bilmaydi deydi. Xuddi o'zi musulmon deydi, ammo Qur'onni bilmaydi. Demak, har qanday bir jamiyat, har qanday bir din ahli, samoviy din ahli o'ziga tushirgan kitobni bilmaydi ekan, uni o'qimaydi ekan, u nafsiga cho'g' tortadigan, dinni suiiste'mol qiladigan, Allohning so'zini o'zgartiradigan mana shunday kishilarningki quroliga, o'yinchiqqa aylanib qoladi. Fajia mana mushu yerdan boshlanadi. Shuning uchun har bir musulmon o'zining dinni, to'g'ri xatoni ayirg'udek bilish kerak. To'g'ri, dinda olim bo'lmasimi, fiqhiy masalalarni yashkudek olim bo'lmasimi, lekin bir oddiy ishlarni, musulmondachilik ishlarida duch keladigan ishlarning to'g'ri xatosini bilgudek ma'lumotda bo'lish kerak. Unda bo'lmaydi ekan, birisi uni xato yerga boshlashi mumkin, xato fatvoni uningga berib xatolikqa destishi mumkin. Savodsizlik, bilimsizlik fajianinki boshlanishi. Bani İsraillarning xalqining ezib ketishining sababi ular qanday? "Va minhum ummiyuna la ya'lamunal kitob." Ularning ichida shundaqlar bor ediki, ya'ni ularning bir qismi savodsiz, Tavratni bilmaydi ular. İlla amaniya. Ular o'ydirmanlan biladi. Xurofat gaplarni biladi. Kitobni bilmagandan keyin xurofotni so'zlab bersa, yolg'on gapni so'zlab bersa, asosi yo'q gaplarni so'zlab bersa, shunga agishib mengaveradi. Va inhum illa yadhunnun. Ular faqat gumon qila agishadi. Bir hujjatga, haqiqatga, pokitga ular agishmaydi deydi. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aydihim. Andikin Alloh subhanahu va taolo Yahudilarga yuz bergan, Bani İsraillarga yuz bergan, Allohning la'natiga qilish sabab bo'lgan yana bir illatni xabar beryapti. U bo'lsa qaysi? Yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Ular kitobni o'z qo'lidan yozatdi. Ya'ni kitobning hukmlarini, Tavratning hukmlarini o'zgartirib, qo'lidan yozib, "Hada min indillah." Ma Allohdan kelgan hukm deydi kishilarga. Nima uchun Allohning hukmini ana shunday o'zgartirib kishilarga Allohning hukmi deb tunishtiradi? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Uni ozgina pulga setish uchun, ozgina dunyo manfaatiga erishish uchun Allohning hukmini o'zgartirdi.
Bu hüküm Bani İsraillarga emas, bizga o'rtaq. Qandaq bir musulmon, qandaq bir din odami, qandaq bir olim, diniy olim Allohning hukmini dunyo manfaati uchun sotadi ekan, mayli u dunyo manfaati mansab bo'lsin, shuhrat bo'lsin va yoki mol dunyo bo'lsin, shuning barabariga sotadi ekan, u yahudiylashgan, Bani İsraillashgan bo'ladi. Eng aqllisi qanday desanglar, biz bir hukmni yetkazmoqchi kishilarga. Men buni yetkazsam mashhurlanmay qolaman, kilamini tillaydi va yoki man keldigan bir manfaat to'xtab qoladi, maoshim to'xtab qoladi, yordam to'xtab qoladi va yoki men turayotgan mansabdan tushib ketaman deb bir hukmni o'zgartirdi ekan va shundaqla Allohning oyatini burmalaydi ekan, uning holiga voy deydi Alloh subhanahu va taolo. Demak Bani İsraillarninki din odamlarining eng chong illati nima ekan? Allohning hukmini dunyo manfaatiga setish. Alloh subhanahu va taolo dunyo manfaatini bu oyatda thamanan qalila dedi. Ozgina manfaat dedi. Nima uchun? Dunyodagi har qanday manfaat, mayli mansab bo'lsin, mayli shuhrat bo'lsin, mayli dunyo bo'lsin, hammasini yig'sak, oxiratdagi mukofot qaraganda nihoyat oz. Va shundaqla shu diniy hukmlarni dunyo manfaatiga sotadigan kishilar, mayli diniy olim bo'lsin, kim bo'lsin, ko'p narsaga sotmaydi bular. Balkim bir dasturxon sotib o'tishi mumkin. Masalan, birisi uningga nihoyat mol dasturxon selib, o'zining manfaatiga uyg'un keladigan bir hukmning chiqib berishini talab qilib bir savol so'rasa, yoki shuni umid qilib bir savol so'rasa, sog'an dasturxonning molligi, uning qilingan hurmatning ko'pligi sababli shu so'g'uvchininki xohishiga mos keladigan javobni deb berdimi? Ha, shu dasturxonga u Allohning hukmini sotgan bo'ladi. Va shundaqla sizga birisi yaxshilik qilgan bo'lsa, u yaxshilik qilgan odam bir xato ishni qildi. Ondan keyin u odam onunga bir yo'l tepish uchun sizdan bir fatvo so'radi. Qilgan yaxshiligi sababli onunga qilgan ishni kichik qilib berdingiz. Cho'ng gunoh bo'lsa kichik gunoh deb berdingiz yoki to'g'riga chiqarib berdingizmi? Ana shu qilgan yaxshiligi sababli dinni sotgan bo'lamiz. Yahudiylashgan bo'lamiz, Bani İsraillashgan bo'lamiz. O'ylab boqinglar, dinni dunyo badaliga sotgan odam mana bu shundaq oddiy narsaga sotadi. Oddiy narsaga sotgan odam cho'ng narsaning oldida texmi ko'p o'zining dinni sotadi. Mana bu shundaq kishilarningki holiga voy deydi Alloh subhanahu va taolo. İkinci qatim yana Allah subhanahu wa taala ularning holiga voy ki vaylul lahum mimma katabat aydihim, ular qo'llar bilan yozgan narsani sabablik ularning holiga voy. Üçüncü qatim Allah subhanahu wa taala yana ularning holiga voy deydi. Va vaylul lahum mimma yaksibun, Allohning hukmini o'zgartib erishgan narsani sabablik ularning holiga voy deydi. Demak Allohning hukmini o'zgartib nimaga erishgan bo'lsin, holiga voy deydi. Demek dünya menfaati uchun dinni sotgan odamga Allah subhanahu wa taala 3 qatim holiga voy deyish orqali ularga la'nat qildi. Birinchi qatim dunyo manfaati uchun dinni o'zgartganligi uchun ularning holiga voy degan bo'lsa, ikkinchi qatim qo'llar bilan yezib o'zgartganligi uchun ularning qalamlariga voy dedi. Uchinchi qatim dunyo manfaati uchun erishgan narsalariga voy dedi. Demak, dunyo manfaati uchun erishgan har qanday bir narsa u odamga azob bo'ladi, u odamga la'nat tushishiga sabab bo'ladi. Ondan Allah subhanahu wa taala Bani İsraillarninki ularni gunohga jasoratli qilayotgan bir xil psixikasini xabar beradi. Ular deydi: "Va qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda." Ular o't bizga bir qancha kunlar yetadi. Ya'ni biz xatolasakmı, gunoh o'tkazsakmı, dinimizni o'zgartib uning badaliga dunyo manfaatiga erishgan bo'lsakmı, haqiqatni ko'rib turib unga ishonmagan bo'lsakmı, Alloh subhanahu va taolo bizni ko'p ko'ydirmaydi. Ozg'ini ko'ydirib bizni chiqaradi. Chunki biz payg'ambarlarning avlodlari, chunki biz Allohning tanlangan bandalari deb o'zini ustun kirish psixikasini o'ttirib qo'ydi. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo: "Qul attakhadtum indallohi ahdan fala yukhlifallohu ahda." Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh bilan va'dalashdingmi? Alloh bilan oranglarda tuzilgan bir to'xtam bormi? Qanchalik gunoh o'tkazsanglarmi, sizlarni o'tga ko'p tashlamaydigan. Shundaq bir to'xtaminglar va ahdanglar bormi? Fala yukhlifallohu ahda. Shundaq ahdanglar bo'lib qolsa Alloh bilan, Alloh taolo ahdisiga xiloflik qilmaydi. Am taquluna alallohi ma la ta'lamun. Yoki sizlar o'zinglar bilmaydigan nimani Alloh nomidan da'vatamsizlar. Hech qanday pakitinglar yo'q turib o'zinglarni shundaq ustun ko'rib, o'zinglarni aldayotamsizlar. Gunohga o'zinglarni texmi patrotamsizlar degan dish orqali ularning bu iddaosini Alloh subhanahu va taolo yo'qqa chiqaradi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zining nazarida kimning yaxshi banda ekanligi, kimning do'zaxga kiradiganligi, kimning jannatga kiradiganligidan iborat o'zgarmas ilohiy qonuniyatini keyingi hikoyat orqali bayon qildi. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Hergiz ondaq emas. Hergizmi o Yahudilarninki, Bani İsraillarning degandek emas. Hech kim Allohninki tanlangan bandalari emas. Hech kim Allohning o'gay bandalari emas. Hamma inson Allohning oldida o'rtaq. O'lcham shuki, men kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Kimki bir yomon ishni qiladi ekan, xatoligi uni qo'rishib oladi ekan, ya'ni xatoliqqa petib ketadi ekan, topgan pulimi harom bo'ladi ekan, qilgan gapimi harom bo'ladi ekan, mangan yo'limi harom bo'ladi ekan, mana shunday gunohga petib ketadi ekan, fa ulaika ashabun nar. Ular do'zaxga kiradigan kishilar. Hum fiha xolidun. Ular do'zaxda mangu qoladi deydi. Qaranglar, Alloh subhanahu va taolo shundaq bir o'lchamni o'tirib qo'ydiki, o'lcham shu. Kim gunohga petib ketgan bo'lsa, o do'zax ahli. Allah Taala kim xatolashgan bo'lsa demadi, xatolikqa petib ketgan bo'lsa dedi. Demak, xatolish har bir insondan yuz beradi. Xatarligi bo'lsa, ahatat bihi xatiyatu. Xatolikqa petib ketish, uning atrofining hammasini xatolik qo'rshash, ya'ni xatolikdan chiqolmaslik mana bu insonni do'zax ahli qilib qo'ydi. Demak, Allohning nazarida do'zaxga kiradigan kishilar kim bo'lsin, nasibi nim bo'lsin, payg'ambarning avlodi bo'lsin, xatolikqa petib ketadi ekan, u do'zax ahli. Alloh Taala bu oyat orqali irqchilikqa xotim beradi. İslamda meyli peygamberinin avladı bo'lgan taqdirdimi,
irqchilik yo'q. Üstünlük yo'q. Vallazina amanu va amilus solihat ulaika ashabul janna. Üstünlük ne bilen, cennet kirişinin bilen, peygamberinin avladı buluşulanmı, kitap verilgen buluşulanmı, cemiyetdeki nüfuz ulanmı, baylık ulanmı, ilm ulanmı? Onda emas. Vallazina amanu. Allah işengen buluşulan ve amilus salihat. Allah işinip kuyaplam olturuş emas. Allah işengen ve salih emellerini kılgan kişiler. Salih emel degende mi? İnsanlığa paydalık bolgan, onun paydası ahiret kimi yetadigan, iman bilen kılıngan her qandaq paydalık işler o salih emel. Demek bir adam Allah kişine paydalık işlerini kılıdı iken ulaik ashabul cennet. Ula bolsa cennet ehli. Cennet egileri aşu. Cennet kirdiganlar aşu. Meyli o savasız Araplardan bolsun. Meyli o butperest Araplardan bolsun. Allah işendi mi? Peygamberinin avladı bolmagan takdirde mi? Yaxşılarını kıldı mı? O cennet ehli. Hum fiha halidun. Ula cennette mengu kılıdı deydi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala bu 75. ayettin 82. ayetkiçi bolgan mazmunda insanın kalbide kibir bolgan vaqtida haqiqatga boysunmaydiganligini xabar berdi. Gerçi o haqiqatni ko'rsimi, anglısımı, aqlidan ötküzgen bolsunmu. Va shundaqla bu xil kibir insonni haqiqatdan mahrum qo'yiblam qolmay, Allohning dinini suiiste'mol qildigan bu shunday holatga ilib boradiganligini xabar berdi. Demak, yahudiylar jamiyatda nufuzi yuqori edi, ustun edi, kitob berilgan ilmli kishilar edi, lekin ular o'zini ana shunday ustun ko'rib olgan bo'g'achqa haqiqatga ergashmadi. Qalbi qatdi Allohning dinini ozg'ina manfaatga, dunyo manfaatiga tegishdi. Shuning uchun biz musulmonlar Allohga ishonib bo'lgandan keyinmi, iymon aytib bo'lgandan keyinmi, ma'lum tanlashlarga kelamiz, ma'lum qarorlarga kelamiz. Qaysi to'g'ri, qaysi xato. Mushundaq bo'lgan vaqtimizda to'g'rini tepish uchun birinchi qilib qilgan ishimiz nima bilamizlar? Qalbimizni qattiq pokiz tutish. Qalbni pokiz tutish, to'g'ri yo'lga muvaffaq bo'lishning birinchi yo'li. Qalbimiz kibrni xoli bo'lsin, cho'ngchillikdan, hasaddan, har qanday bir kasallikdan xoli bo'lib turib, Allohga bo'ysunib turib, kamtarlik bilan tilga vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo bizga hidoyatni nasib qiladi, to'g'ri yo'lni nasib qiladi. Ama qalbimizda kibr bo'ladi ekan, qanchalik olim bo'lib ketayli, ziyoli bo'lib ketayli, fani jihati yetishgan bo'lib ketayli, hatto payg'ambarning avlodi bo'lib ketayli, yine ezib ketamiz. Demak, bu oyatlardan oldigan birinchi darsimiz haqiqatga ergashish uchun ko'zimiz, quloqimiz, aqlimiz sog'lom bo'lishlam yetmaydi. Bizning yuqori bilimimiz bo'lishlam yetmaydi. Qalbimiz sağlam buluş gerekken. İkinci aldığan dersimiz Allah'ın hükümleri içinde çigrasından aqlaş için aql işletilgenimiz. Bu aql işletiş bizim aqlımızı tosup koydu. Allah'ın bilediğanlığı, körüdüğanlığından ibaret bu haqiqatni mi tosup koydu. Ameliyatı biz özümüz aqllik deb o'ylaymiz. Ameliyatı özümüzden dötlüşüp ketkenlikimizni özümüz mi his qilmasligimiz mumkin. Üçüncüden dinin hükümlerini dünya menfaati için özgertişinki Allah subhanahu wa ta'ala'nın lanetiga qo'ydigan nayt ig'ir gunoh ekanligini o'rgangan bo'ldik. To'rtinchidan dinimizda Allah subhanahu wa ta'ala'nın oldida hamma insonning barabar ekanligi. Allohning rahmatiga erishishninki, jannatga kirishninki o'zgarmas formulasi hamma odamga o'rtaq bo'lgan iymon aytish va yaxshi amallarni qilishni iborat ekanligini o'rgangan bo'ldik. Alloh subhanahu wa ta'ala bizni haqiqatni ko'rgili, anglagili va uni aql bilan tushungili va shundaqla qalb bilan boysunluğunu nasip kılsın. Dinni öz peti halde düşengeri, öz peti halde başkalar yetkizgili nasip kılsın ki her yüzmü dünya menfaati için satıdığan Yahudiler'e okşaş bulup kalsın bizi saklasın. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.